Assalomu alaykum o'rtoqlar, efirda men yana Muhsin Zaynaldinov sizlar bilan. Xullas, ana nimaga kirib keldik? Yaltaga. Yurish iloji yo'q. Do'l yog'yapti, muz. Anaga turib olganmiz. Mashinalar qator. O'sha katta do'l muz yog'yapti. Mashinalar sirini ko'chirib vermagan bo'lsa bo'ldi. Shu most pana qilib tovib oldik. Barmag'imda yog'yapti. Do'l ham. Xullas, yakshanba kuni yo'lga chiqqanmiz. Chizlar necha edi? 19-kuni bo'lsa kerak, aprel kuni. Chizlar ham esimdan chiqib qolyapti. Bugun kunga payshanba. 4 kun, 5 kundan beri yo'l yurib, Qrim Respublikasi Yaltaga kirib kelay deganda do'l yog'ishni boshladi.